Alpomish Media taqdim Jo'nanboy etadi. deganni chaqirib, sen boshat bo'lasan deb 9 ta chopardi. Zakat olish uchun Boysarining avliga jo'natayotgan yeri ekan. Shunda zakatchilarga qarab, "O, yekavuz Boybo'rining gapirib, ana shunday qilasizlar" deb turgan yeri ekan. O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Baxshi Poyonov Alpomish dostoni 2-qism. Bu dünyada kalmasın hiç kim ormana. Sahillerde suluklara koyar sürmeni. O da olmasa Xudo berse kırmanı. Bir maydana kulak salın ey çoparları. Şunday oldu bugüne Boybo'rining parmanı. Bizler üçün kılınızlar hizmetli. Xudo versin her kişiye devletli. Devlet kılıp versin evvel perzentli. Bir devlerde sazlab indiye mininleri. Gele boydan olasızlar zekat diye. Gap keladi Boybo'rining tilidan. Turnaları ayrılmaydı xilidan. Zavq aladı bulbul bağdın gülüden. Meninlerde endi tezroq jo'nanglar. Zakat olin gele boylar molidan. Borib ayting bu farmonda bariga. Evvel başlab boy va davlat zo'rg'a. Mard yigitlar jurar yelдің org'a. Kechikmayin bugun endi boringlar. Birinchi boringlar ukam Boysariga. Kuch ketmasin iki birday bilakdan. Xudo versin arzu niyat tilakdan. Xafa bo'lmasin da boylar so'roqdan. Zakatchi boringlar da bu yoqdan. Uy boshiga olinglar bir uloqdan. Tezroq boring aqllaring shoshmasin. Norozi bo'lib boylar janjallashmasin. Ayriliq xanjari bag'rim teshmasin. Boringlar da tezroq zakat olinglar. Uy boshiga bir uloqdan oshmasin. Ana shunday deb jo'nataverdi. Ana
Dönenboy boshchiligida 9 ta chopar ana şarillab jo'nab ketdi. Boysarining Bo'zbiya jaylovida o'tirgan avluga jetdi. Boysari ham kecha bir jomon tush ko'rib, bir qo'y sadaqa aytib, boylarning katta-kattasini chaqirib, oldiga go'shtni qo'yib, sadaqani o'tkazib o'tirgan edi. Shunda bular borib qoldi, borgandan itlar urib, oyoq buyoq shobir bo'lib, bular borgandan kim keldi? Poshshalikdan odam keldi deb, ana oldiga chiqib, otlarning jilovidan ushlab, otlarini baylab, kiringizlar mehmonlar deb ana ichkariga o'tovga kirgizib, hammasining oldiga oshinonni qo'yib, qorni to'yib, Alpomish Media. ana dasturxonga duo qilgandan so'ng Boysari shu boylarning ham kattasi, ham sardori edi. Boysari ana bu choparlarga qarab, qana choparjonlar, xush kelibsizlar. Qani nima xizmat bilan keldingizlar bizga degandan so'ng shunda bular tushuntirib aytdi. Mana boy bo'ri bizni yubordi. Sizga yetkazaylik shu xabardi. Ana shunday boylar endi zakat bersa deb biz zakatchi bo'lib keldik degandan so'ng ana Boysarining birdan qovog'i uyilib, rangi o'zgarib, ko'zi bo'zarib, juji so'zarib, shunda bu quloqqa gapi quloqqa joqmay, qani Dönenboy shu qadar bunday zakat degan, bunday gaplar yo'q edi-ku, olmasdi hech kim. Bizning mamlakatda bunday odatlar, urf-odatlar yo'q edi. Bu nima gap bo'ldi? Boy bo'ri nimaga bunday farmon chiqardi? Degandan so'ng aytdi, endi shunday bir boy bo'ri cho'lga bir yurish qilmoqchi, bir suv chiqarib, bir cho'limizni obod qilmoqchi, talqin cho'l degan cho'lga borib, obod qilib, suv chiqarib, bog'roqlar jaratib, ana shunday bir saxiylikqa bir qo'l urmoqchi. Shu sababdan ham sizlarga zakatga mol bersin deb jo'natdi. Bu ko'hna kitoblarda bor ekan. Shunda boylar moli zakatga jessa zakat berish kerak ekan. Zakat bersa bo'lam saxiylik bo'ladi ekan, boylarning o'ziga yaxshi bo'ladi ekan. Xudo yana mol dunyosini 10 barobar ko'paytiradi ekan. Endi shunday qilib boy bo'ri sizlarga ishonib bizni jo'natdi degandan so'ng bu nima gap? Bunday gap yo'q edi-ku. Endi shunday boy bo'ri poshsha bo'lib 19 biy bobomiz o'tgan, shu qadar shu narsa bo'lmagan, zakat degan so'ramagan. Endi boy bo'ri kelib poshshaligi tamma qilib bizdan zakat so'radimi? Bizga talqin cho'li nimaga kerak? Bizga joylov bo'lsa bo'ldi dedi. Shunda aytdi, Boysariboy, siz o'zingiz shu boylarning boshlig'i kattasi, boy bo'ri ham uzoq emas akangiz bo'lsa, endi uy boshi bir uloqdan beringizlar, poshshaning farmonini qilingizlar. Endi sizning bunday deyishingiz sizga to'g'ri kelmaydi. Gapingiz uyat bo'ladi. Yaxshilik uchun, saxiylik uchun bir xizmat qilingizlar degandan so'ng Boysari ondan betar jini qo'zib ketdi. Bor dedi, Dönenboy dedi, ko'p kallarni garang qilma dedi. Bor shu boy bo'ringa ayt, biz zakat bermaymiz dedi. Yana bersangizlar endi bizni jibardi ishonib biz faqat bir sizlardan yo'lda bir poshshaning farmonini bajaryapmiz degandan so'ng farmoningni bilmayman dedi. Bor dedi, boybatchalarning zo'ridan 19 tasini chaqirdi. Boybatchalar dedi, ushlanglar biz zakatchilarni. Tashqariga chiqaringlar, jazosini beringlar dedi. Farmonim shul dedi, aniq yekovini lekin o'ltiringlar. Tiri bormasin, borib poshshasiga xabar bersin deb bularni urib, so'gib, shunda qamchilab, bir xilini tayoqlab, yekovini sulaytirib, lekin jonsiz qilib, otlariga ko'ldalan qilib ortib, kelgan yo'lga ketaverdi, zakatchilarni qaytarib jo'natib chiqardi. Ana zakatchilar qaytib bordi. Borsa shunday qiynab, bir xilini lekin jonsiz qilib jo'natgan. Buni ko'rib boy bo'ri, hay attanga, baxil o'zimning ukam ekan. Ukamning gapi bilan shuncha ishlar bo'ldimi? Endi bularning bola chaqasini jubatayin deb, endi boynaqlarga
rahim qilib bir-biriga qarashib, o'tishib, bitishib ishlarni joylashtirib boy bo'ri turaversin, ikkoviz gapni endi bulardan eshitding. Shunda Boysari zakatchilarni qaytarib urib so'kib jo'natgandan so'ng ming uyli Qo'ng'irotning boylarini bir yerga to'da qilib, boylar bu yog'i qanday bo'ldi? Qoni endi nima maslahat? Bu Qo'ng'irot jurti Boysin Qo'ng'irot bizga torlik qilganga o'xshaydi. Poshshaga og'irlik qilganga o'xshaydi. Endi nima qilamiz? Endi boy bo'riga choparlar borsa, boy bo'ri lekin g'azabi kelsa, jallatini bizga jibarsa, endi bizni qo'ymaydi. Endi nima qilamiz? Bu yoq qanday bo'ladi deb ikkoviz Boysarining boylarga gapirayotgan yeri ekan. Bugün şul başıma zahar buldu ya içken aşıma Közden kelere kanlı yaşıma Bu yağı kanday boladı Maslahat bir karındaşım 15'te aylara toladı ya Boy böyle gazaba kıladı ya Xopdi ve tursağa karındaşı Malımız tartıba aladı Maslahat birine bir maydana Bu yağı kandaya boladı Kara zulümat iş kıldı ya Bizlerge namayış kıldı Yeki közümde yaş kıldı Hakim bekdigene olunu ya Boy bölümüne ya peş kıldı Onun ulu barlık kıldı Taza kalpke ya horluk kıldı Bizdeyin gele boylara Paşağa ağırlık kıldı Yüreğim bugün öksüydü Akem bosayam karındaşa Onun oğluya barlık kıldı Yeşetin boy sarı telini Xuda açarma yolunu Peş kıldı da boy börü hakeme Mine hakim bege ulunu Bu yerden endi ya kaçamana Sizge kalbimde ya açamana Tarlık kıptı Qo'ng'irotning dashlari Bu yerdan endi ya ko'chaman Uzoq yurtlarga ya ketaman Eshitdim farmona so'zini Katta qildi da o'zini Taylab ketayin boy o'riga Mana boysining do'zini
Ha olunu mena peş kıldı ya endi ko'rmayin yüzünü. Ana shunda qarindosh endi nima qilamiz? Boy bo'rining hali jallati keladi. Bizda lekin gunohkor qiladi. Endi bu yog' nima bo'ldi? Bugun lekin zakat so'ragan bo'lsa, ertanga aniq hammaning mol dunyongni boy bo'ri poshshalik qilib tortib oladi deydi. Nima qilamiz degandan so'ng bir 90 boy degan bir boy bor edi. Shunda Boysariga qarab, "Ey Boysari, poshsha nima desa sho'lda, biz endi shu poshshaning fuqarosi bo'lsak, nima bo'lsa gapiga ko'namizda, bir uloqdan bo'lsa zakat beramizda" degandan so'ng bulam gapi quloqiga joqmadi. Boysari aytdi: "Ey To'g'anboy, o gaping bo'lmaydi" dedi. "Endi agar sizlar mayli shu mamlakatda qolsanglar endi men bu yerdan ko'chmasam bo'lmaydi" dedi. Shunday degandan so'ng bir Jortiboy oqsoqol degan bir oqsoqoli ham bor edi. U o'zi juda xudo urgan, doq quyunusti ko'rgan. Agar bir og'ayindan ko'ra bir uloqni afzal ko'rgan, shunday bir nakas, noqirs boy edi. Shunda bu Jortiboy aytdi: "Ey Boysari, ketar bo'lsang" dedi, "endi 1000 uylik qo'ng'rat hammamiz birga ketamiz. Biz ayrilib sendan qolmaymiz. Sen nima bo'lsang biz ham shol. Oxiri boy bo'ri bizni qo'ymasa, bu yurtda turmaymiz" deb maslahat berib edi. Shunda hammasi maslahatni bir yerga qo'yib, ana bu qo'ng'rat yurtidan, Boysin yurtidan Qalmoq yurtiga maslahat qilib ketadigan bo'ldi. Boramiz Qalmoqqa borib, fuqaro bo'lamiz. Shu yoqlarga borib erkin yashab yuramiz. Katta cho'llari, tog'lari bor ekan, bizga shol joylov bo'ladi deb maslahat qilishib, endi ko'chatigan bo'ldi. Alpomish dostoni. Ana shunda boylar maslahat qilib aytdi: "Endi ko'chsak, shu bugun endi ko'chishni boshlaylik." Peshin bo'lgan ekan, peshinda bular birdan hammasi talatop qilib, o'tovlarni, uylarni buzib, tenglab, tuyalarni hozirlab, ana ertan bilan sahar endi ketamiz deb maslahat qilib jo'naytigan bo'lib, uylarini buzib berdi. Tenglay berdi. Shunda gapni bu yoqdan eshitding, boyag'i Oybarchin mollaning qo'lida tahsil olar edi. Bir oy 2 oy o'qishi qolgan edi. Shuni bilan endi bo'ladi deb Oybarchin ham madrasadan mollaning oldida yurgan edi. Shunday uyga qaytib mollaning oldidan kelsa, butun ana qishloq ovul talatop bo'lib yotdi. Ko'chib juklarini tenglab, peshin talatop bo'lib shov-shuv bo'lib yotganini ko'rib, shunda hayron bo'lib, "Hay atdan ha. Boylarga nima gap bo'ldi? Ko'chamiz degan biror gap so'z yo'q edi. Ularga bir gap bo'ldimi?" deb uyga kelishi bilan ko'zi joltirab, badani qaltirab, ana shunda yenasiga qarab, "O, yenajon, nimaga talatop bo'lib qoldi? Hayron qoldim, ko'rib buni shov-shovdi. Boybachchalar sozlayotir bedavdi. Ne sababdan yenajon buzayapsan o'tovdi? Boylarga yo'l bo'lsin. Bir yoqqa ko'chayappa, yo bo'lmasa bir tomondan bir lashkar yoki dushman kelib qoldimi? Shu sababdan shunday talatop bo'ldimi?" deb so'ragandan so'ng yenasi: "Ey bolam, Qalmoqqa ko'chatigan bo'ldik. Boylar maslahat qildi. Boy bo'ri bobang poshshadan zakatchi keldi. Bundan Boysari otang xafa bo'ldi. Ana boylar bilan maslahat qildi, Qalmoqqa ko'chib ketadigan bo'ldik. Shu sababdan uylarni buzayapmiz" degandan so'ng shunda Oybarchin shunda birdan yurak bog'ri idirab, ko'zidan yoshi tirqirab. Ana bulam xabari bor edi. Shunda Hakimbekka yekovi yetak jirtish qilib, beshikka solinayotganda unash qilgan edi. Bu darvish bobosi aytib ketgan edi. Shu sababdan bir-biriga ko'ngil qo'yib yurar edi. Shunda yenasiga qarab, yurak bog'ri idirab, "Yenajon, bundan ko'chib Qalmoq bersang, ahvoling qanday bo'ladi? Qalmoqlar seni shunday qo'yama. O'z yurtingni taylab, o'zga yurtga, yot ellarga ketsang, ahvoling qanday bo'ladi?" deb jilayotgan yeri ekan. Alpomish Media.
yine ya. Konrad elde bolup kaptı şav şav. Keşne yatıra cilav vermeye gele vasav. Düşünmedim bu işlerge yine canı yine ya. Ha taze ko'nglim oldu da bugün nasıl Baybatçalar cilavlaydı bedavdı Noktala boşla yatır gele vasavdı. Ha yine cananıma oldu baylarga bunu körüp köngüllerime nasıldı? Ne sebepten boza yapsız otavdı? Felaket çaldı mı gelip baylardı. Ha hayda yatır sürü sürü koylardı. Bul baylarga nime oldu ay? Yine can yine boza yapsız bugün yendi uylardı. Hayyara köbeken naylayın monnaydın şoru. Kalmak karab köçe yatır boyları. Sabil kaldım ha bugüne hacırgen joyları. Vatamınan bey babama ne oldu? Ne oldu ya kızının hava köngüldeki oyları? Yeşetkin yine can aytkan sözümden. Men korkaman bergen nonıya tuzundan. Ha vatamınan beybamama ne oldu ya? Ha kalmak varsan ayrılasan ay verçinday kızından. Kete yap bize koşup Konrad ilden. Kayga varamız da ayrılıp kıldan. Vatamınan bey babama ne oldu ya? Kemeyip kalar mı zekat bergende tülden? Haliyem bolsa kaytargına vatamdı joldayım. Ne boladı bol işlerdin ahırı? Köbeken naylayına peşanam şoru. Ha bol vatama vaysan endi bulmayma. Hatım bulmaydı mı yerdin gözleri? Zor bilagin kalmak varsan talmayma. Kalmak sene kara kunde salmayma.
Zorluk qilib barchiningni olmayma. Ha qolmoq borib bir kun o'lsang yana jana. Jasadlaring besoyoq bo'lib qolmayma. Ana shunda bundan ko'chib qolmoq borsang, qizing avval qo'lingdan ketadi. Ondan so'ng bir kuni o'lsang, shu yot yerlarda sening jasading besoyib bo'lib qolmayma. Qolmoq seni shunday qo'yama. Menday qizingni tortib olmayma. Qizil guling so'lmayma. Shundayga qolmoq seni qo'yama deb nekin jilay bergandan so'ng otama ayt haliyam bo'lsa yo'ldan qaytsin, boylar bilan ikov maslahat qilsin hammasi degandan so'ng yenasi aytdi, bolam, ochilgan bog'dagi lolam, qolmoq borasan, qayta shoyoqlarni ko'rib jahangashda bo'lasan. Qo'y, endi boylar maslahatni qattiq qildi, endi yo'ldan qaytmaydi. Endi ketadigan bo'ldi, maslahat shunday qattiq bo'ldi. Endi bolam qo'y deb ana o'tovlarni buzib tenglay berdi. Oybarchin ichkariga kirib o'zini otdi, lekin tong otqincha shu ichkarida uyqusi kelmay jilab yotdi. Ertan bilan boylar ko'chib jo'nay berdi. Cho'ponlar etini iyartib, qo'ylarini chuvatib, ana sarkalarga tayoqni otib, qo'yma quruy hayt deb qo'ylarni yo'lga solib, gala boylar cho'ngitib, o'tovlarni tenglab, tuyalarga ortib, otlarini kishnatib, bir xil baybatchalar otga qamchi chotib, qo'yma bo'lqa bo'l, tez bo'l deb ana sahar qolmoqqa qarab Bo'zbiya joylovdan ko'chib jo'nadi. Ana endi ko'chib ketaversin, boylarning maslahati shul bo'laversin. Oybarchinni ham kanizlari bilan joyidan turdirib kelib bir to'ri otga mindirib Alpomish Media. Kanizlari oyoq buyog'ini olib, "Bo'bishim tez bo'ling" deb ana qizlar ham lekin bir jilqining beliga minib to'rining ustida Oybarchin qolmoqqa ko'chib ketaverdi, birga ana molini chuvatib haydatib ana Bo'zbiyani changitib ana bobo jurtni, ota jurtni sabil qilib taylab qolmoqqa ko'chib ketdi. Ana shunda Olatov degan bir tog' bor edi. Olatovga yetganda Oybarchin shunda jilqining ustida turib, Olatovga qarab, yurak bag'ri idirab, ko'zidan yoshi tirqirab, "Ey Olatov, xo'sh qol endi. Har baharda men bag'ringa kelardim. Zarchashmanga chochim juvib tarardim. Atiringdan masbub uyga borardim." Oybarchining ketdi endi Olatov. Xo'sh qol endi, ko'ngil xushim Olatov deb Olatov bilan xo'shlashib, Oybarchin qalmoqqa qarab kanizlari bilan bir hulkarday bo'lib, bir joyda to'da bo'lib, karvonlarning ichida tog'ga qarab ko'ngli buzilib, ko'zidan yoshi tizilib shu so'zlarni aytib Olatov bilan xo'shlashib ketayotgan yeri ekan. Qo'ng'rotilda bo'lib qoldi shov. Asovlaring og'adi, misoli asovi. Ko'ngillar bo'ldi-da, naylayin nosovi. Men bag'ringdan
keter oldum Alatoy. Hoş kal endi ko'ngil hoşum Alatoy. Har baharda men bağrına kelerdim. Bulağına çaçım cuva tarardım. Kaküllerim kayta asılardım. Aterinden Moskva buyga barardım. Hayır endi keter boldum Alatoy. Güller terip jürmedim de darangnan. Oynalayın kök gümbezday qarangnan. Men ayrıldım uyurumdan qaramdan. Boz üstüge olpamışday töremden. Bugün muna keter boldum Alatoy. Oda bolgan ayday bolup battı de. Közlerini arkası sattı de. Olpamış törem joklap kese izimden. Barçın yarın kalmak elge ketti de. Hoş kal endi ya ko'ngil hoşum Alatoy. Kim yeşiter menin aytqana sözümden. Joşlar keler iki xumar közümden. Alpan töreme izlep kesey izimden. Alpan tören kalmak elge ketti de. At üstüde yağaçtay baba kattı de. Ayrılıklar yüreğine söttü de. Sende vardır kança sırlı keramet. Boştan öter yendi kança alamet. Yana qaytıp kelermem Alatoy. Kelsem eğer kılay kelbe ziyaret. Hoş kal endi ko'ngil hoşum Alatoy. Taşlarına baş koyup kılay ziyaret. Keter boldum ay hoş kal endi Alatoy. Ana şunda hoşlaşıp Alatoy'dan ötüp gitti. Ana boylar koylarını çuvatıp haydap aldı Alatoy'dan ötüp giteyatir. Arkası haliyem Bozbiya jaylovdan jönätir. Bularning mol dunyosi juda ko'p edi. Eng kambag'alning 9 qora qo'yi bor edi. Boylariniki tan hisobsiz edi. Qancha tuya jilqisi bor edi. Ana haydab chullashib, g'ullashib borsak qalmaqa, shunday bir zo'r joylarni ko'rsak, biz qalmaqa fuqara bo'lsak, boy bo'rini endi yuzimiz ko'rmasin. Bizdan bu boysin qo'ng'irot jurti, bu joylovlari sabil qoldi deb ana mamlakatdan jo'nab ketdi. 40 kun ana shu yurishda yo'l yurib ketdi. 40 kundan so'ng endi ana boy bo'ridan biror xabar kelmagani yaxshi bo'ldi deb hammasi damni olib 3 kun damni olib yana yo'l tortib 2 oy deganda qolmoq mamlakatiga yetib bordi. Shunday borib qarasa yam yashil hamma tomon endi baharning oxiri bo'lgan ekan. Ana o'tlar gullagan, hamma tomoni o'tlaq. Ana boylarning qo'ylari jimi borib qolmoqning cho'liga borib o'tlarni o'tlab yotaverdi. Ana endi
boylar hammasi xushchaqchab xursand bo'lib, mana bu yillar juda katta joylab ekan, bu yog'idan o'ytamiz, bu yog'ini bitamiz, sen bu yoqqa, sen o yoqqa joylashasan deb, ana borsa bir Kashal mamlakati der edi, Qalmoq mamlakati ham der edi, lekin Chilbir degan cho'li bor edi. Shu cho'lning bir o'rtasida bir katta ko'li bor edi. Mana qo'yning ham suvlati bor ekan. Bu yog'i juda ham o'ng'ay ekan deb, hammasi borib joyni tanlab, bu yoqdan qo'nish qilaylik deb, boyagi Chilbir cho'lning Ko'qqamish degan ko'l bor edi. Shu Ko'qqamish ko'lini jog'alab, ana o'tovlarni tegib, bu yog'i suv, bu yog'i ana o'tloq joy deb cho'lga joylashib, boylar qator qilib uylarini tega berdi, moylarini joylashtirib berdi. Mollarini joylashtirib, ani endi mana bu yillar juda bir yaxshi joy ekan, qo'yga huzur jon ekan, katta maydon ekan deb joylashib olaversin. Ani endi yana baxshilarimiz dostonning bu yog'ini davom ettiraveradi. Alpomish dostoni. Ana bizdan hozircha navbat o'tdi, navbat mana Muhammad baxshiga jetdi. Undan keyin Safar baxshi ham baxshilarimiz qator bo'lib tayyor bo'lib turibdi, endi bu yog'ini eshitamiz. Alpomish Media